Men lично o'zim tavsiya beraman. Assalomu alaykum qadrdonlarim. Mana ko'rib turganingizdek sal pauza qilib qo'ydim. Bundan ancha oldin bitirib yuborsak ham bo'lardi o'zi bu ishlarni. Xullas mana hozir chandiqlarimga bitta protsedura oldim va qolib ketgan o'sha tatuirovkamdan qolib ketgan 3-protseduramdan oldim. Kelganimning sababi chunki effekt berishni boshladi. 3 ton ma'ni tizzamda bor, qornimda bor va qo'limda bor edi. Bundan oldingi videolarimda ko'rgan bo'lsanglar kerak, meni anchadan beri kuzatayotgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz ko'rishgan. Men bu yerga kelganman 23-yil, 24-yil. Ancha yo'q bo'ldi bu narsalar. Endi Nona akademiyasida juda ham katta yangiliklar borligi uchun sizlarga shuni e'lon qilib qo'ymoqchiman. Men o'zimga to'g'ri deb bildim. Kosmetologiya deganda faqatgina ayollar uchun deb tushunilmaydi. Kosmetologiya erkaklarga ham to'g'ri keladi. Bu masalan soch, soqol problemalari kelib o'tdi konsultatsiya olsanglar, mana misol uchun soch soqolga 100% garantiya beradi Nona akademiyasi. Ertaga xudo xolisa niyat qilib qo'ydim. Albatta yana kelaman. Face, ya'ni shu yuzim masalasida yana professorimiz bor, yaxshi inson, konsultatsiyalardan o'tdim. Nona akademiyasiga tashakkur etmoqchi bo'lgan tomonim. Birinchidan psixologik yordam. Professor bilan ozgina suhbatlashuvdim, bilasizmi, qanaqadir odamning ichida jo'shqin ilhom paydo bo'ladi. Hammanglarni Nona akademiyasiga taklif qilib qolamiz. Men lично o'zim tavsiya beraman. 2023-yildan beri kelib turibman. Xudo xolisa hozir o'sha o'zimda kichkina problemalarim bor, o'shalarni hal qilishimni bitta videolarda ko'rsatib boraman. Mana tatuirovka bilan xudo xolisa menimcha ishim hal bo'ldi, qutuldim deb aytsam ham bo'laveradi. Chunki 100% rezultatim bor.